Biz hayotni kutayotgan bir vaqt ichida bu akamiz infarkt va insult bo'lib qolibdi do'stlar, Moskvada. Chap qo'li umuman ishlamaydi mana. Ko'taring qo'lda. Qo'l ishlamaydi, umuman ishlamaydi. Yig'lamang tog'a, nasib bo'lsa inshaalloh bizni kuzatib turgan obunachilarimiz hammasi qo'ldan kelgancha sizga yordam qiladi. Yig'lamang. Hech kim qarab turmaydi, bizni o'zimizda o'zbek, tojik akalarimiz, mo'min musulmon birodarlarimiz befarq bo'lishmaydi. Hammasi nasib bo'lsa inshaalloh qo'ldan kelgancha yordam qiladi, oyoqqa turib ketasiz, hammasi esdan chiqib ketadi. Nasib inshaalloh, yig'lamang, ziq bo'lmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu kvartiram bo'ladi, dom yashab turgan joy. Tog'amiz olib kelibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qanday bo'lgan, qancha vaqt bo'lgan? Endi shu otamizga 1,5 oy bo'ldi. Insult, infarkt birdan bo'lib qolgan. Shuna больницаga yotirib, bugun olib chiqdik. Shuni endi xudo xolasa, nesa Rublyovkada больницаga olib borish kerak. Срочный operatsiya etmasa bo'lmaydi deb turibdilar. Qancha pul kerak bo'lar ekan? Xudo xolasa 800 ming so'm bo'lsa, atrofimda xudo xolasa yetadi deb turibdi doktorlar. Aka-ukalarimiz, bu tog'amiz 66-yil O'zbekiston, Qoraqalpog'istondan bo'ladi. 800 ming rubl pul kerak ekan. Sizlardan iltimos ushbu videomizga bitta like bosib qo'yingizlar, kommentariyada Alloh shifo bersin deb yozib ketingizlar. 2 kundan keyin hayit boshlanadi. Hayitni yaxshi o'tkazingizlar. Qo'ldan kelgancha shu akam tog'amizga yordam qilingizlar. Yurakdan operatsiya bo'ladi ekan. Chap tarafi, o'ng qo'l, o'ng oyoq umuman ishlamaydi ekan. Nasib bo'lsa, qanday kartalaringiz bor ekranga qo'ying. Sberbank bor, Alfa Bank bor. Xolasa Sberbankka, xolasa Alfa Bankka taqlasam bo'ladi. Sizlardan iltimos ushbu videomizga befarq bo'lmangizlar. Telefon raqam ekranga qoldirilyapti. Mana shu ekrandagi nomerga biz ko'pchilimiz do'stlar. 100 rubl, 500 rubl, 1000 rubl ehsonlik mayda kichigi yo'q. Shu ro'za oylarida turibmiz, hayit yaqin, savobli ishlarga qo'l urib qolaylik. Shu qog'omiz nasib inshaalloh 800 ming rubl pul yig'ilsa videomiz orqali operatsiya bo'ladi va albatta ona vataniga O'zbekistonga qaytib ketadi. Sizlardan podishkani kutib qolamiz. Nima deymiz? Umidimiz sizlardan do'stlar.